Assalomu alaykum aziz Mehr Ko'zda kanalining qadri baland tomoshabinlari, hammalaring sog' salomatmisizlar? Allohimga beadad shukrlar bo'lsin. Yana sizlar bilan xufiyona bo'lsa ham didorlashishni nasib etdi. Mana shunday xufiyona bo'lsa ham sizlar bilan didorlashtirgan Allohimga beadad shukrlarimiz bo'lsin. Azizlar, hammalarimizdan uning habibi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud va salomlarimiz bo'lsin. Azizlar, Farg'ona viloyatimizda ulug' bir go'shalaridan ziyoratgohlardan bittasi, qadimiy ziyoratgohlardan bittasi Sariqqo'rg'on Qo'raqo'rg'onida qalasida turibmiz azizlar. Bizni tomosha qilinglar, qo'limizdan kelgancha sizlarga mana shu tarixiy obida to'g'risida ma'lumot berishda harakat qilib ko'ramiz azizlar. Hozir mana narsani tagida, mana tagida bino bo'lgan, mana atrof qarab bo'lgan va bu tepalik bo'lgan xolosmi? Bu tepalik qilib, undaqangi paxsadan urib chiqilgan to'g'ri, eng tepasi tepalik bo'lgan bo'lish kerak mening nazmimda. Shu bizni milodiy yillar bo'yicha 7-8-asrdagi inshoot deyilyapti. Hayronqarli darajada kimga xizmat qilganligini bilishimiz kerak. Olay va Turkiston chizmalaridan boshlanadi deb nima qilingan. Buni uzunligi 124 kilometr ekan. Tarixiy manbalarda So'g'd daryosini. Hozirgi holatda 3 ta respublikani, Qirg'izistonda, O'zbekistonda, Tojikistonda dehqonchiliklarini suv bilan ta'minlaydigan juda ham ser suv daryo hisoblanadi. O'sha tog'lardagi muzlarning erishidan paydo bo'ladi. O'rtasi to'ldirilib, uni atrofida bo'lgan, qo'rg'onda tepasida bo'lganda bu. Mana tagida hali xonalar, nimalar. Yo'q, unaqangi narsalar bo'lmagan bo'lsa kerak. Hozir arxeologik qazishlar olishib boribdi. Nazmida 2 etaj bo'lgan bo'lishi mumkin. Birinchi etaji pastida mana shu ko'rinib turgan. Tepasida nazorat ayvoni deymizmi, nazorat nuqtasi deymizmi? Tepadan nazorat qilgan. O'shanaqangi dushmanni o'qini o'tkazib yubormaslik uchun to'sib, nazorat qilib ko'rib turishga dushmanda. Mana shu yerda ondan 8 kilometr uzoqlikda turibmiz-da. Qo'qon shahrida. Biz 73 da ketganimizda, o'sha bizdan 1 yil oldingilar ham, 2 yil oldingilar ham 2 yillik bo'lib ketishgan. 71 dan tugagan ekan. 71 dan tugagan. Xo'p, azizlar, mana bu ko'rib turganlaring yurtimizdagi eng ko'hna, eng qadimiy obidalardan biri hisoblanadi. Mudofaa chegara qo'shinlarining mudofaa qo'rg'oni askarlari uchun maxsus qurilgan joy deb eshitganmiz aytishlaricha. Bu eramizdan avvalgi 1-asrda qurildi deb bayonot qilishyapti. Bunda hozirgi kungacha buni hisoblaydigan bo'lsak 2126 yil bo'lgan bo'ladi. Agar 1 yilda o'sha eramizdan avvalgini ham qo'shadigan bo'lsak-da, biz bu yerga chiqa turganimizda ko'rib o'tdik. Azizlar, paxsa bilan ko'tarilgan bu. Bu oradagi toshlarni balkim mana bu orqamizda turgan So'g'd daryosidan olib chiqib buni ichi to'ldirilgan bo'lishi ham mumkin. Mudofaa qo'rg'oni mana o'zi ko'rinib turibdi, tepada nazorat chegaralari ham qo'yilgan. Mana bu yerlarda qishda tuynuklar ochilgan tagin shu yerdan nazorat qilishlariga nazmda moslashtirilgan bu yerlar. Mana bu tepa qismi mana shu o'sha qo'rg'onning paxsalaridan keyingi qismlari mana xom g'ishtlardan qilingan ekan. Azizlar, mana ko'rib turibsizlar. Mana shu chegara qo'shinlarini birorta xonasi bo'lgan bo'lish kerak. Buni maxsus o'rgangan kishilar bor, lekin menda o'sha ma'lumotlar yo'q edi azizlar. Ming bor uzr. Lekin ko'rib buni xulosa qiladigan bo'lsak, o'sha qadimda ham ota-bobolarimiz bunaqangi nima deydi? Ba'zi kimsalar aytmoqchilar, chaylalarda bas mana shunday katta qo'rg'onlarda yashaganliklarini yorqin bitta misoli deya olamiz buni. Azizlar, bizni tomosha qilinglar. Oldinda hali qiziq tafsilotlarimiz bor. Mana shu hozir ko'rib turganingiz mana shu oradan kirilib, mana shu yerda nazorat xonasi bo'lsa kerak. Bu yotoqxonami yoki maxsus bir xonalari bo'lishi mumkin. Mana bu toshlar bekorga terilmagan bo'lishi kerak. Mana bu yuqoridagi toshlar bekorga terilmagan bo'lishi kerak buni. Endi bu to'g'risida men ma'lumotga ega emasman. O'shaning uchun eshitganlarimda aytib qo'yapman. Mana qarang. Maxsus himoya
o ayvonlari desak bo'ladi. Qo'rg'onlarning chekkalariga qo'yiladigan mana shu paxsadan qilingan chegaralar hisoblanadi azizlar. Dushmanning o'qini to'sib turgani va o'zi o'q otgani maxsus tayyorlangan joylar bo'ladi. Bu qo'rg'onning vazifasi biz mana 8 kilometr mana shu Kunbotar tomonda Qo'qon shahri joylashgan. Qo'qon xonligining markazi hisoblanadi. O'sha 8 kilometr uzoqlikda turibmiz. Azizlar, shu yerdagi yaqqan o'tni balandligida mana o'zi ko'rinib turilibdi. Juda ham balandda turibmiz. Bu yemirilib ketgandan keyingi holati. Bu ham anchagina baland bo'lgan bo'lishi kerak. Nariga xuddi shunga o'xshagan qo'rg'onga o't orqali xabar berilgan. Endi 7-8 asrda ham ishlagan bu qo'rg'on foydalanilgan deb yozib qo'yibdi pastda. Agar 7-asr payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda tavallud topgan va yashab o'tgan davrlari hisoblanadi. 8-asr Qutayba ibn Muslim boshchiligidagi o'sha arab islom dinini tarqatuvchilar bizning diyorlarimizga kelgan yillar hisoblanadi. Demak, yo bu qo'rg'onda o'sha keyin yana takomillashtirib arablar tomonidan yana muhimlashtirilgan bu, yana ham nima deydi, mukammallashtirilgan yoki imsa ana shu bosqinchilarga qarshi shu yerdagi tub aholini nima deydi, mudofaa qo'rg'oni bo'lishi ham mumkin. Buni endi adabiyotlarga qarab turib gapirganimiz to'g'ri bo'ladi. 7-8 asrda ham foydalanilgan deganligi uchun bu ma'lumotni beryapman. Azizlar, juda ulug' bir tarixiy obida. Mana biz ajoyib bir insonda Muhammadjon ismli dehqonbuvani uchratib qoldik. Bu kishimdan ko'p narsalarni so'rab olishga harakat qildik. Bilganlarcha u ham tushuntirish ishlarini berdi. Biz qishloqda hayoti to'g'risida, yashash tarzi to'g'risidagi ma'lumotlarni ham Muhammadjon akadan olishga harakat qildik. Azizlar, yana ko'rsatishga va'da berishdi bular. Tomosha qiladigan bo'lsak, bu obidani o'zi ko'rinib turibdi, miloddan avvalgi yillarda, ya'ni miloddan avvalgi 1-asrlarda qurilgan degan qismi o'zi alohida mana shunday tosh qo'rg'on bo'lib, kichkinagina bo'lib ko'rinib turibdi. Ya'ni kichkinagina tosh qo'rg'on. Undan keyingi qismida mana ko'ryapsizmi, juda ham katta maydon paxsalar bilan, xom g'ishtlar bilan qurib qo'shilgan bunga. Hozirgi arxeologik jarayonda, kuzatishlarda buni 60 ga 60 qilingan qo'rg'on deb ta'riflanyapti. Buni ikki tomondagi mudofaa inshootlariga qaraydigan bo'lsak, mana shu hozirgi kunda yemirilgan uylariga qaraydigan bo'lsak, buni azizlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyingi davrlarda Farg'ona viloyatini, bizning Farg'onaning poytaxti Uzgan shahri bo'lgan, Ashkentga cho'r bo'lgan nimasi Uzgan shahrida turgan poytaxt bo'lib. Bu mudofaa inshootining vazifasi shunday iborat bo'lganki, Buyuk Ipak yo'lida o'ta turgan savdogarlarda qatnovini himoya qilish uchun ham qurilgan bo'lishi mumkin. Yoki esa o'sha Uzganning eng chekka hududidagi mudofaa qo'rg'oni bo'lishi mumkin bu. Keyinchalik bu qo'rg'on Qo'qon xoni, Xudoyorxonlarda nimasiga vaqfga o'tgan, o'shalarga xizmat qilgan bo'lishi mumkin bo'ladi bu. Endi arxeologik qazilmalarni o'tkazgan olimlarning kitoblari bizda yo'q, ming afsus. Lekin shu ma'lumotlarni sizlarga yetkazishni lozim topdik azizlar. Yurtimizda bunaqangi davlat muhofazasiga olingan inshootlar juda ham ko'p azizlar. Ya'ni biz o'zbek xalqi juda ham buyuk mana shunaqangi obidalarga, tarixiy manbalarga ega bo'lgan, boy bo'lgan yurt hisoblanamiz. Xo'p, mana bu hoji akalarimiz, mana biz uchrashib qoldik. Bulardan ham ko'p ma'lumotlarni oldik. Muhammadjon mana shu yurtni, mana shu sizlar ko'rib turgan Sarqo'rg'on qishlog'ida dehqon hisoblanadi. Biz doim dehqonga ta'zimda turamiz. Muhammadjon, Alloh sizlardan rozi bo'lsin.
Hoji akamiz mana o'zimizni tumanimizdan. Azizlar, ko'z ko'rib quvonadigan joylar, mana bog'lar, atrof bog'dan iborat. Hoji aka ana shu ko'rib turganingiz, u mana shu bog'larning orqasida ko'rinib turgan tog'lik, ana shu tog'likda chegara hisoblanadi. O'shani orqa tomoni Qirg'iziston hisoblanadi. Mana qarang, shu qishloqning chekkasi desak bo'ladi-da buni. Shu viloyatimizning eng chekka hududi hisoblangan qo'shni Qirg'iziston bilan chegaradosh bo'lgan qishlog'idagi insonlarning yashash tarzlarini ham bir ko'rsatish umidida bu yerga tashrif buyurganmiz. Navbatdagi nima deydi, ko'radigan ishlarimiz, Hoji aka, sizdan iltimos qilamiz, qayerda olib borib ko'rsatishni xohlasangiz, nima dedingiz? Bugungi kunda Sarg'arg'on ahli nima bilan band, qanday ishlarni qilishyapti, yashash tarzlari qalay, ana shu to'g'risida ham ma'lumot bersak, aziz obunachilarimizga yaxshi bo'lardi degan umiddamiz. Rahmat, Hoji aka. Albatta ma'lumot beramiz. Albatta bu joy ko'pchilik dam olgani, salqin go'shalarda mana shu yerda hordiq chiqargan kelishadi va bu yerda o'sha tarixiy eski obidani ko'pchilik ma'lumotiga ega emas. Shuning uchun biz kuzatuvchilarga yana qo'shimcha ma'lumot sifatida. Albatta mana bu tomonda ham mana shunday bog'lar, bu tomonda daryo, bu tomonda bu nimani birinchi kanal deb atalsa kerak. Buni sababi ikkinchi kanal mana shu 12 taqsimlash joyidan GESga qarab oqib o'tadi-da naryoqda. U ikkinchi kanal hisoblanadi. Ikkalasi ham juda ham sersuv. Mana shu tomondagi barcha hamma bog'larda obod qila turgan kanallar o'sha biz tomonlarda obod qila turgan kanal bu. Ham daryo, ham ikkita kanalning o'rtasida mana shu dam olish maskanlari mavjud. Yozda juda ham gavjum bo'ladi. Hozir mana hozirgi kunlarda ham juda ham gavjum dam oluvchilar. Istagan o'rtoqlar bo'lsa kelib dam olishlari mumkin. Mahallalarni ham bir ko'rib, mahallalarni albatta ko'ramiz. Albatta, xudo xolasa. Qani endi Hoji bobo boshlang endi. Pastga tushamiz endi. Hoji bobo shali musulmon ishning yarashishi shu. Mana shu musulmon ish hisoblanadi. Yaxshiroq yopishi uchun mana shunday qilib panjalab qo'yiladi. Mana bu tomonda loy yopishtirilgan ekanda, ko'ring. Buni kattaroq bo'ladi o'zi. Asli bunga 40 bo'ladi. Bu orasiga qo'yilgani bo'lish kerak. Lekin qishloqlarga juda mustahkam. Hatto qishga o'xshatkizib yuborilgan. Qarang bunida oyoq ostidan ekanini qarang. Tan berish kerak bunga. O'sha paytda ham nihoyatda juda mukammallik bo'lgan, ustalarimizda juda ham mukammallik bo'lgan. Ahmadjon, mana shu ko'rinib turgan ana shu tog'lik Qirg'iziston chegarasi hisoblanadi, to'g'rimi? Qarang. Uchko'prik tumanining eng chekka qishlog'i, Qirg'iziston bilan chegaradosh bo'lgan qishlog'ida ana shunday zamonaviy binolarning qurilishi, maishiy aholiga xizmat ko'rsatish shoxobchalarining qurilishi, mana bundaqangi katta anhor oshxonalarining qurilishi, bu zamonimizning talabi, hozirgi kunda prezidentimiz ilgari surib turgan g'oyalarga javob desak bo'laveradi. Rahmat qishloq ahliga, mana shunday obodachiliklarga ham juda katta ahamiyat berishyapti ekan. Allohim qiladigan ishlarga fayz va barakatlar ato qilsin. Juda ham mana o'zimga bitta narsa quvonchli bo'lyaptiki, bizning qishlog'imizga mana juda ham bir o'zgarganini, bir madaniyatga kirganini gapirib berib, meni ruhlantiryapsiz-da. Albatta bu gapda bir nima borki, oldin bir chekka joylarda bir do'konchalar, bir choyxonalar, kafalarda qilib qo'yardi-da. Mana endi qarang, prezidentimiz tadbirkorlarni rivojlantirib, mana xohlaganingni qilib, ham yo'qdi tadbirkorni qo'liga berib qo'ydi. Tadbirkor o'z ishini tugatdi, mana bunaqa muzdak, qarang bir chiroyli havas qiladigan choyxona, oshxona, qayta ovqatlanaman, qayta muzdak suv ichaman desangiz, hammasi ko'ksini qo'liga qo'yib xizmatda turibdi. Yana nima kerak? Men juda ham bu prezidentimizga ming bor yana rahmat aytaman.
har bir sharoitda har bitta odamni o'zini qo'liga qo'yib qo'ydi. Mana bu qarang, mana hozir kirib ko'ramiz yana ichkarida sizlarga shoy qilib mana shu yerda bir o'tiramiz. Rahmat. Mana bu yerga kelib juda ajoyib manzaralarni ko'rdik. Bu hoji akaning taassurotlarini eshitib juda ham xursand bo'ldik. Qishlog'i haqida rosa yaxshi jon kuydirar ekan. Qishlog'idagi aholi mehnatkash, zahmatkash, yurtini, elini yaxshi ko'radigan insonlar ekan. Mana bu insonlarning ichiga kirib biz bularni hammalarini hayotlarini o'rgandik hoji akamlar bilan birga. Bularni umrlarini uzun qilgin, rizqlarini ulug' qilgin. Mana bu yerda o'sayotgan yosh avlod, farzandlar, xalqimizga, yurtimizga xizmat qiladigan chiroyli farzandlar bo'lib o'smoqligini Alloh nasib qilsin bularga. Amin. El yurtimizni boyligi, xalqimizni boyligi. Mana bu xalqimizni shu chiroyli umr guzorlik qilishini tepasida bizni katta hukumatimiz rahbarlari turibdi. Ularni ham umrlarini, rizqini ulug' qilgin. Xalqimizga qilayotgan yaxshi sa'y harakatlariga o'zing barakotlar bergin Parvardigor. Bundan ham chiroyli, yana ham chiroyli ko'rkam qishloqlar bo'lmoqligini biz Allohdan so'raymiz. Mana bu hojilarimiz juda ham chiroyli duolar qilib kelishgan xalqimizni, yurtimizni, qishlog'imizni haqqiga. Mana shunday chiroyli maskanlar ko'p bo'lsin. Keladigan mehmonlar bedan xushnud bo'lib ketsin. Hech kim norozi bo'lmasin. Yurtimiz juda ham obod bo'lmoqligini biz ham tilaymiz Allohdan. Ana shunday chiroyli maskanda ulg'ayib yashayotganimizdan biz minnatdormiz. Hammamizni Alloh yarlaqasin. Mana bu kelayotgan mehmonlarning qadami to'xtamasin. Doimo mana shu yerlarda tinchlik, osoyishtalik, ne'matingni o'zing barqaror qilgin. Hammalariga o'zing insof, tavfiq, hidoyat bergin. Qizi juvonlarga sharm hayo, iffat ato aylagin Parvardigoro. Har birlarimizni xonadonimiz bilan tinchlik, omonlikda o'zing bizlarni hayot kechirishimizga mo'min madadkor bo'lgin Parvardigoro. Hoji akalarimizni ham qilgan mana bu sa'y harakatlariga o'zing barakotlar bergin. Hali bundan ko'p, juda ko'p chiroyli nimalarni olib yurtimizga, xalqimizga yetkazib berishda ularga o'zing mo'min madadkor bo'lgin. Allohumma salli ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rohimin. Rahmat hojibo. Alloh rozi bo'lsin. O'chirganingiz yo'qmi? Yo o'chdimi? Bu yerda hoji akamda mana bu o'zlarini nimalari bor, xizmat qilayotgan yigitlari. Ularni ham umrlarini, rizqlarini uzun qilgin. Xalqimizni mana shunday yaxshi hayotlarini yoritib yurtimizga ko'rsatyapti. Bu qilayotgan sa'y harakatlarga o'zing barakotlar bergin. Yana ham chiroyli ana shunday kadrlarni tayyorlab yurtimizni, xalqimizni ana shunday farovonligini tarannum etadigan ana bunday reportajlarni bundanda ko'proq qilishsin. Ularni dastiga o'zing baraka bergin, charchashmasin. Elimiz, yurtimiz uchun jon kuydiradigan mana shu yoshlarimiz juda ham ko'p bo'lsin. Mana shunday yoshlarda Alloh o'zi saqlasin. Bular hali ko'p, hali oldilarda turgan yana ko'p majburiyatlari bor. Ularni bajarishga Alloh bularga o'zi yo'llarini ochib bersin. Allohumma varzuqna shafaatahul yawmal qiyamah innaka la tuflihul miyat. Bi rahmatika. Rahmat hoji bobo. Alloh rozi bo'lsin sizdan ham. Azizlar, mana Sarqo'rg'onda ko'zga ko'rinarli obidalarni tomosha qildik va hozir birodarimiz Muhammadjonda xonadonida mehmon bo'lish uchun ular taklif qilishdi. Shu xonadonga qadam ranjida qilamiz azizlar. Bir tomosha qilib turinglar. Qani yuraveringlarchi? Muhammadjonda usta dehqon deyardik. Uzumlarni oltariqliklardan kam bo'lmagan holatda qarab qo'yibdi. Tasanno nima dedingiz? Juda ham chiroyli. Uzumlarni juda ham havas qilganman oltariqqa borganda. To'xtachi, nimaga biz Sarqo'rg'onda yetishmaydi deb o'sha yerdan olib kelib, mana hozir bizning qishlog'imizda uzumchilikni yaxshi ko'rgani uchun bu yerda havosi toza, oltariqdan qolishmaymiz endi. Mana kelib ko'rarsan ortaliqlar bizdan o'rgansin deb uzumlarni mana ko'ring. Qanday bir chiroyli parvarishlari bo'lyapti. Azizlar, o'zimiz yaxshi. Qani xonadonga kiraylik endi. Bir piyola choyga taklif qilishib qoldi. Shu bahonada Sarqo'rg'on ahlining turmush tarzini ham bir ko'rish niyatimiz bor edi. Shu xonadonga kirib ko'ra qolamiz degan umidda kelyapmiz. Chunki bizni suvimizda tilla suvi deydi. Buning ichida tilla suvi odamni dardiga shifo suv. Qani yurlarchi bir pilada choy ichaylik. Hoji bobo, bu taraddudlarni ko'rib turib hayron qoldim. Bu haji amallarini ham bajarib kelganga o'xshashadi. Alhamdulillah.
Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Rahmat, Alloh rozi rahmat. bo'lsin. Xudoga shukr, nasib qildi. Qancha yillar orzu qilgan edim. Shu katta hajga borishga qani kelinglarchi oldin. Mayta o'tirib gaplashamiz endi. Salqinda bir muzdakina. Duongizni Qani olaylik. aka? Qani kelsinlarchi. Oldin duo qilamiz, endi aytib beraman-da. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohga beadad, behisob shukrlarki, shunday tinchlik zamonda bizda shu yerga hajga borishlik ulug' fayzli bir haj farz namozini, ibodatini tugatib keldik. O'sha yerga borib duo qildik. Duolarimizda albatta yurtimizni, farzandlarimizni, qishloqlarimizni qilayotgan dehqonchiliklariga, farzandlarimizni shu vatanimizni qilayotgan ishlariga, ularga o'qishlariga juda ko'p uzoq duolar qildik. Alloh rozi bo'lsin. Hammalar mana kelsalar, sizlarni ham Allohim borgan bo'lsalar yana boringlar. Farzand, nevara chevaralarning ustidan ko'p yil duogo'y bo'lib yuringlar. Alloh rozi bo'lsin. Allohu akbar. Allohu akbar. Kelinglar. Muborak bo'lsin, endi muborak bo'lsin. Rahmat. Xudoga shukr. Borib mana bir chiroyli, go'zal ibodatlarni qildik. Ulug' juda ham minnatdorman. Rahmat. Elimizda hojilari mana yurtimizga sog'lik, omonlik, xotirjamlikda haj amallarini bajarishib qaytishib kelyapti. Shular qatorida mana siz ham borib kelibsiz. Muborak bo'lsin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Hoji aka, bu yilgi borganlarda juda ham ko'p insonlarda hojilarimizda borib ziyorat qilish baxtiga muyassar bo'ldik. Duolarini oldik. Mana sizni ham duongizni oldik. Bu yilgi ko'rsatilgan xizmatlar qanday bo'ldi hojilarimizga? Alhamdulillah. Buni ta'riflab bo'lmaydiki, shunaqa bir go'zal, bir ulug' ibodatlarni o'sha yerda ulamolar aytisha, bundaqa ibodat bo'lmagan bo'lsa kerak, sizlarda baxtlaring bormigan, shunday chiroyli mana shunday ibodat qildilaringki, mana hamma narsani ko'rib turibmiz. Prezidentimizga rahmatki, o'sha yerda oldingi hajlar borganda yerda qirra toshlarda yotib ibodat qilar ekan. Shunday gilamlarni sopni yumshoq qilib, jaynamoz holatda sopdi deng, gilamni ustida mazza qilib, yumshoqqina ibodatlarimizni qildik. Eng sharaflisi, eng quvonchlisi Hazrat muftilarimiz, domlamiz, ustozimiz o'sha yerda 15 ming odamga bir vaqtda bir joyga to'plangan vaqtimiz bu baxtki, imom garchilikka o'tib, ana shu yerda namozni tugatib 15 ming odam bo'ladigan bo'lsa, 30 ming qo'l Allohga qo'lini ko'tarib Xudodan so'radik. Duolar shunday bo'ldiki, u kishimni avvalan prezidentimizni haqqiga duo qilishdi. Shunday sharoitlar yaratib bizga ibodat qilib berganiga, xalqimizga, yurtimizga, farzandlarimizni hammasiga uzoq duo qilib, bizlarni juda ham ruhlantirib, qo'yiq, miriqib, o'sha yerda Arafat tog'ida yaxshi duolarni olib yurtimizga keldik. Juda ham minnatdorman-da. Yana nima deyishim mumkin? Sizni Dehqon buva deb Muhammadjon Dehqon buvanikiga kirib chiqamiz deb bu yigitlarimizni boshlab keldik-da. Albatta, hoji buva, men bu holatni bilganimiz yo'q edi. Albatta. Men Muhammadjon, sizni biz Dehqon buva deb qabul qilaveramiz. Hamon o'zingizni bittaga sharoitlaringiz, mana shu o'sha yerga borish uchun nima imkoniyatlardan foydalanganligingizni bir agar xo'p desangiz ko'rsatib aytib bersangiz. Mayli, juda ham bu tarixi uzoq. Meni mehnatim ketmon bilan juda ham ketmonni yaxshi ko'raman. Ketmon chunki tanaga shifo beradi, tanaga malham beradi. Chunki yaxshi tellaysiz, halol tellaysiz. Men bog'ni yaxshi ko'rardim. Bog' meva-chevani juda ham yaxshi ko'raman. Farzandlarim bilan o'sha yerda bog' qilib, o'sha yerdan sug'orib, ularni yumshatib, chiroyli bir sifatli sartovoy deydi, o'sha xalqqa manzur bo'ladigan o'rik, shoptoli, gilos qilib yetishtirib, o'shani tagidan foydalanib, uni darrov almashtirib, yana boshqa hosil olishga undab, mana shularni to'plab, to'yimga ham yetdi, farzandlarimga ham yetdi. Mana orttirib shu meva-chevalar yaxshi bo'ldi, sotdik. Mana o'shani halol mehnatim bilan shunday oson bo'ldiki, shunday borib hajga borib keldim.
judayam xursandman, Allohga shukur. Rahmat, Mehnat rahmat. qilgan odam kam bo'lmaydi. Albatta-da mehnat bilan hech kim kam bo'lmagan. Ayniqsa dehqonniki barakatli bo'ladi. Ha. Nimagaki dehqon yaratgan hosildan yemagan inson, yemagan maxluq, yemagan hasharot qolmaydi deyiladi-da. O'shaning uchun jannatiy kasb egasi deyiladi dehqonlarda. Mana endi haj amallarini ham bajarib kelibsiz. Muborak bo'lsin. Ana shu Rahmat, rahmat. ulamolarimiz aytgandek jannatiylardan bo'lib yuring. Ilohim, rahmat. Inshaalloh. Xo'p, endi bizga bir ko'rsating endi bog'laringizni, Ha, xonadonlaringizni. endi mana shu uzumni yaxshi ko'raman. Mana uzumlarim, Xudoga shukur, ko'cha tomondan ko'rdilaring. Yana bu yerda ham yaxshi sortlarni olib keldim. Farzandlar hammasi shu yerdami hozir? Yo'q, Xudoga shukur, 4 o'g'il edi, 1 qiz edi. Farzandlarim endi mana joy ko'ribsizlar. Ular ham yaxshi ishlab, baraka topganimizdan hammasini o'zini oilasi bilan farzandlari katta bo'lgandan keyin alohida yashanglar, farzandlaringni o'qitinglar deb hammasini uy-joylariga chiqarganman. Bir kichik o'g'lim bilan shu yerda bir kelinim bor. Shular bilan mana shu yerda yashab, mana mazza qilib yashayapmiz. Xudoga shukur, kelinim ham o'qituvchi, 2 farzandning onasi, o'g'lim dehqon, bog'bon. O'sha bog'da nima ish bo'lsa, biz bog'da yaxshi ko'ramiz dedim-ku, shu bog'da tirikchilik qilamiz. Mana endi shu yerga o'sha yerda shunday bir nima qildim, hoji aka. Biz endi borib olib, hoji bo'lib keldik maqomdagi, borib olib endi qishloqda yoshlarning ustidan duo qilib, xalqimizga duo qilib, shu kam ketligini to'g'rilab, yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlashda endi xizmat qilamiz biz ham endi. Shu yerda mana shularni niyat qilib keldim. Rahmat, rahmat. Yaxshi, juda ham mana xonadonlari o'zingizga yetarli darajada chiroyli qilib qilinibdi. Sekin qilyapmiz. Mana Xudoga shukur. Mana shu yerga bitta fanta qilib, baliq tashab, shu yerda orom olib, ibodatlar qilib endi dam olamiz endi. Shu bolalarni dehqonchilikka boshlaymiz, to'g'ri yo'lga boshlaymiz, shu vatanga xizmat qilsin hammasi. Albatta. Qani yuringchi, endi men sizga ko'rsatay uzumlarimni, qanday qilib parvarishlari, buni qanday qilsa ser hosil bo'ladi. Buni ojibo albatta kuzda yaxshilab o'g'itlayman, keyin yaxshilab to'g'rilab qo'yaman-da, berkitib qo'yaman. Erta bahor yana bitta yaxshilab yuvib turib, o'g'itini beraman dag'in, keyin mana shunday qilib mevasi borlarni qirqib qo'yaman-da, keyin mevalari o'zi chiroyli bo'lib qoladi. Endi yana buni baklarini olib bir xampaklab qo'yaman. Endi shu bilan o'zi yetilishda boshlaydi. Buni damiski palichka deydi, kelin barmoq uzum, juda ham shirin, dasturxonda juda ko'rkam ko'rinadi. Xudo xolasa pishganda kelasiz, ikkovimiz bir oshna yeb ko'ramiz-da, hoji bola. Xudo xolasa, Xudo xolasa. So'x daryosi Fetchenka tog'laridan boshlanadi Qirg'izistonda hozir. Azizlar, sof holatdagi muzlarning erishidan hosil bo'lgan suv. Toshdan toshga urilib pishib keladi deyiladi-da buni. Mana shu yerda bitta narsa to'g'risida aytib o'tishim kerak. Bizi yurtlarimizdan avval bizga rais bo'lgan Satvoldaxon To'ra mana shu Bog'dod tumanining muroblarini boshlig'i bo'lgan. Eshon buva bilsangiz kerak-a? U kishim juda ham uzoq ishlashganlar. Mana shu suv bilan bog'liq ishlarda mana Buzruk xo'ja Usmon Xo'jayev bularda bizni Bog'dod tumanlarimizda, Rishton tumanlarida, Bo'yda, Uchko'prik, Yaypan, umumiy Qo'qon zonalarini hammalari ekin maydonlarini mana shu suv bilan ta'minlashda ular qazilgan ariqlar to shu kungacha xizmat qilyapti. Azizlar, ana shu ulug'larimizda Allohim o'zi rahmat qilgan bo'lsin. Elga suv keltirgan aziz deyiladi. Allohim o'zi azizlari qatorida siylasin. Suvni aziz qilsin. Yotgan joylarini jannat bog'laridan bir bog'cha qilsin. Ichadigan suvlarini Firdavs suvlaridan qilsin ilohim. Ana shular qilgan ariqlarda ustida turib mana yana suv ichyapmiz azizlar. Mana shu bir haftada bir terib
o'z vaqtida bularni novut qilmay chiroyli upakovka qilib eksportga o'sha qoniqarli o'sha mana qarang. Hozir bu bir marta terildi, ikki marta terildi. Hozir yana pishgan terib rivojlanadi. turiladi buni. Endi buni qarang, mana tagidan foydalanamizda, yerda quruq qo'ymaymiz. Yerdan yana tagidan foydalanamiz. Bu yerga bizda o'sha qizil loya deyiladi. Orasida shu loyani ekib, yerda quruq qo'ymaymiz. Mana tagini haydab, mana shunaqa qilib jo'nataman. Mana tayyor yonimizda o'zi yaxshilarni olib kelib, mashinalarda olib kelib, tadbirkorlar bizdan qabul qiladi, biz o'tkazdirib beramiz. Xalqqa o'shaqa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Chiroyli qilib albatta qadaqlab jo'natish kerak xolos. Mana qarang, bu tomondagi mana chiroyli. Buni orasiga har xil shoptollarni ham ulab qo'yamiz, işte bir-biriga changlashga. Changlagandan keyin meva toza bo'ladi, keyin bir irik kasalga chaliqmaydi, qurishgani yo'q. O'z vaqtida buni agrotexnikasini qilamiz, shunday qilib foydalanib mana uzatyapmiz. Mana shu yerda shu bog', mana aytganda o'rik nari tomoni o'rikni tugatib qoldik. Hozir navbat endi shoptoliga keldi. Mana Xudo xolasa kelib Gektariga endi gektari bor, bir 4 gektar bog' bor. Aytdimki, shu bog'dan foydalanib, mana shu yerdan tagidan foydalanib sotib, ro'zg'orga, mana o'sha hajga borib kelishlik, mana shu yerlarda daromadlardan bo'lyapti. bizni O'zbekistonda ob-havosi, quyoshi, suvi, Albatta. shakar yig'ishiga juda ham Bu shunisi foydasi borki, o'zi qo'yganimizdan keyin ham 15 kun, 20 kun, hattoki 1 oyga o'z xususiyatini yo'qotmaydi-da bu shaftolilar. Chunki suvga, quyoshga to'yimli bu yerda. Biz havomizga shunday qattiq pishib, o'sha egasi yetib borguncha o'zini xususiyatini yo'qotmaydi. Juda ham bir ajoyib mevalarni sortavoy qilganmiz. Hoji buva ko'rib xursand bo'ldik. Mana Sarqo'rg'on qishlog'ini atrofida mana shu qabul punktlari bir nechta mana shunday tashkil qilishibdi. Hammasi har kuni deydi, mana shu yerdan mashina bir kunda 25 tonnalab chiqargan kunlarimiz ham bo'lyapti deb shuna deb aytishdi. Hozir ana shulardan bittasini o'tib ko'ramiz. Ular nimalarni jo'natishga tayyorlab qo'yganliklarini. Mayli-da, mana yuring ko'rsatamiz. Hoji buva mana bog'larni ko'rdik. Endi dehqon xaridorga o'zini mevalarini qanday qilib jo'natyapti? Ana shu to'g'risida ham bir ko'rsak. Endi albatta buni xalq yeydi. Chunki buni nihoyatda pok, toza, chiroyli qilib, bir donadan o'tkazdirib, nazardan, ko'zdan olgan odam mazza, rahmati, deydigan qilib, mana shunaqa qilib xalqqa yetkazdirib beramiz. Xalq olgan puliga o'g'rilmasin deb, mana chiroyli qilib, buni changlatmasdan, urintirmasdan, ehtiyotli qilib xalqqa yetkazib beryapmiz. O'sha hozirgi kunda shu bizning mevalarimiz ajoyib, hamma rozi bo'lyapti. Hali biror marta noligan eshitganmiz hoji buva. Rahmat. Allohim qilgan mehnatlaringdan rozi bo'lsin. Ajrim savoblarini ko'paytirib bersin, barakatlar ato qilsin. Rahmat hoji buva, rahmat. Ko'zimiz quvondi, juda ham xursand bo'ldik sizlarda mana shu dehqonlarning xizmatlaridan. Hoji bova, hozir kelib bildik bu yerda quvonlik mehmonlar ham kelishib, sizlarning mevalaringdan xaridor bo'lishib kelishibdi. Mana shu ota bobolari bog'bon bo'lib o'sgan yurtda yigitlari, tadbirkorlari kelib sizlardan meva olishga tushibdiki, demak Sarqo'rg'on ahli anchagina bu bog'dorchilikdan oldinga chiqib qoldilar. Albatta hoji buva. Azizlar, maqtovga loyiq ishlardan bittasi mana xaridorda hozir biz Quvadan kelib mana shu mevalarni tayyorlab turganligini eshitib juda ham lol qoldik. Sababi o'sha Soyuz paytidan ota bobolarimiz zamonlaridan Quva ahli bog'dorchilik bilan shug'ullanishadi, ko'chatchilik bilan shug'ullanishadi. Meva, cheva, ayniqsa anor, bu hammasi Quvada bo'ladi. O'sha yerdan kelishib tadbirkorlar shu yerdan xarid qilishga tushibdiki, demak Sarqo'rg'on bobolari ancha yutuqlarga erishdi hoji bobo. Albatta. O'sha kelib oldindan kelib ko'rib, zakaz qilishib, bizga berasiz bu mevalarni deyishyapti. Gilozlarni aytmaysizmi? Giloz mevalarini ham
ulardan o'tkazdirib yubordik. Kelib mana shu yerdan shu quvaliklardan bizni bog'bonlar, tadbirkorlar shunday chiroyli meva yetganidan men ham faxrlanaman. Demak, qishlog'imiz o'syapti ekanda, bog'dorchilikdan, mevachilikdan, dehqonchilikdan o'syapti ekanda, Hoji bobo. Tadbirkor degan so'zni o'zi ham boshqalardan qila turgan ishida ustunlikni ko'rsatib turuvchi bo'ladi-da. Albatta. Demak, meva-chevalarda boshqa joylardan ustunlikni yarata olibsizlar. Bu juda ham maqtovga sazovor bo'lgan ishlardan bo'ladi. Albatta. Aslo bundan chekinib qolmanglar, Xudo Albatta, xolasa. rahmat, Hoji bobo, rahmat. Yaxshi meva-chevalarni olishib, yurtimizga, qo'shni respublikalarga, turli regionlarga xaridorlar o'zi kelib olib ketsin, ilohim. Ilohim, rahmat. Barakatini bersin. Rahmat, Hoji bobo, rahmat. Azizlar, Muhammadjon dehqonimiz mana shu kishimni yordamlari bilan Sarqo'rg'on yodgorliklari to'g'risida, Sarqo'rg'on qishlog'i haqida, mana shu yerda yashab turgan barcha insonlarning yashash tarzlari to'g'risida sizlarga ma'lumot berishga harakat qildik. Azizlar, bu jarayonni ko'rib o'zimiz ham juda ham quvondik. Haqiqatda ham havosi juda ham musaffo bo'lgan, suvlari juda ham ajoyib toza suv bo'lgan. Biz buni oq suv deb atardik yoshligimizda, hozir ham oq suv deb ataladi. Lekin hozir bizga yetib bora turganini biz icholmay qoldik, Hoji bobo. Sababini o'zingiz tushunib turibsiz, nima uchun icholmay qolganligimizni. Ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Qishloq ahlidan ham, mana shu yerdagi yashash sharoitlarining yaxshiligidan ham juda ham mamnun bo'ldik. Rahmat. Albatta, buning asosiy sababi yurtimizning tinchligi. Yurtimizning tinchligining sabablari mana shu Muhammadjon kabi, o'zingiz kabi hoji bobolarimizda o'sha muqaddas joylarda, Allohning rahmati yog'ilib turgan joylarda ibodatlar bilan duo qilib, yurtimizga tinchlik so'ragan duolaringni ijobati deb qarasak yaxshi bo'ladi. Azizlar, mana shu jarayonda sizlar bilan xayrlashamiz. Mana shu xonadonga bosib kelgan qadamlarimizda Allohim xayrlik, muboraklik qilsin. Mana shu Sarqo'rg'on qishloq ahliga har birlarini Allohim hifz himoyasida saqlasin. Ilohim, rahmat. Hammalaringga ham Allohimga omonatsizlar, Xudo yor bo'lsin. Yaxshi kunlarda uchrashguncha azizlar. Rahmat.